pishib ketadigan darajadagi kunning issig'ida onamni bo'ynimga o'tkazib 2 farsaq ko'tarib yurdim. Uni shukrini ado qildimmi dedi. Hajga borganda ko'rib qolardik. Baxtli insonlar yurishga qiylangan onasini hopichlab olib Ka'batullohni tavof qildirayotganligini ko'rardik. Safo Marva o'rtasida ko'tarib yurganini ko'rardik. Jamoratga tosh otganini ko'tarib ketayotganini ko'rardik. Masalan, bizdan so'ralsa, shunga o'xshagan biror bir xizmat qilganmisan desa, bir mingtadan bittamiz qo'l ko'tarsak kerak. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi, solih farzand deb bilamiz, to'g'rimi? Haligi tishga bossa teyodigandek biror shunaqa bir amalimiz bormi? Onamizga, otamizga nisbatan qilgan. Qaranglar-da. Bu kishi shunaqa issiq kunda onamni ko'tarib, hapichlab, yelkamga yoki bo'ynimga ko'tarib 2 farsaq yurdim. Shukrni ado qildimmi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, ehtimol uni to'lg'oqdagi bitta alamini shukrni ado qilgandirsan dedi. To'lg'oqdagi bitta alamini shukrni ado qilgandirsan. Bu 2 yil mehnat qo'yib turing edi. Otangiz, onangizni qadriga yetishingiz uchun ular nima bo'lish kerak? O'lish kerak. Ishonaveringlar, o'lmasa qadriga yetmaysizlar ekan. Buni boshdan o'tkazganlar yaxshi biladi. O'lgandan keyin ko'zi ochiladi odam. O'lgandan keyin ko'zi ochiladi. Shuning uchun o'lmay turib ko'zimiz ochilsin. Duosini olib qolaylik. Tabiiyki, ona otadan ko'ra farzandiga mehrliroq, shafqatliroq bo'ladi. Bu tabiatidagi bor narsa. Farzandlar bunga beparvo bo'ladi. Uxlaring deysiz-ku. Uxlaring, yosh bolamanmi? Ko'chalar tinch, mashina bilan keldim, jo'ralarim bilan olib kelib qo'yishdi eshitay. Uxlaring, nima qilasiz? Deymiz-a? Uxlaring. Ha, bilmaysan-da bolam deb qo'yadi. Keyin eslab yig'laymiz o'sha kunlarda o'tib ketganidan keyin. Onani farzandiga bo'lgan rahmati ulkan bo'ladi. Agarchi bola oq bo'lgan bo'lsa ham, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand bo'lsa ham, shu ablah farzandga bir musibat yetsa, ona darrov unutib yuboradi hamma narsani. To'g'rimi? Darrov unutib yuboradi. Mashhur hammamiz eshitgan qissa. Abulay Samarqandiy keltiradi bu qissani. Yana bu hadisni Tabaroniy va Imom Ahmadlar boshqa lafz bilan keltirishadi. Shabun kana ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam yusamma alqamatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida Alqama ismli bir yigit bor edi. Og'ir kasal bo'ldi. O'lishi aniq bo'lib qoldi, lekin jon taslim qila olmadi. Tiliga la ilaha illalloh kalimasi kelmadi. Bu haqida payg'ambarimizga xabar berilganida ota-onasi bormi uni deb so'radi. Ha, qari bir onasi bor deydi. Chaqirib kelinglar dedi. Onasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Payg'ambarimiz bu ayoldan bolasi haqida so'radi. Onasi aytdi: "Ya Rasululloh, o'g'lim falon namoz o'qiydi, falon ro'zalarni tutadi, qancha sadaqa ihson qilishligini hech qaysimiz aniq bilmaymiz. U qilgan sadaqasini sanog'ini yoki vaznini bilmaymiz" dedi. Payg'ambarimiz nimani so'radi bu yerda? Siz bilan qanaqa muomala qilardi dedi. Qarang, bularni hech qaysi hisobga o'tmayapti bu yerda. Siz bilan qanaqa muomala qilardi? "Ya Rasululloh, men noroziman bolamdan" dedi. Nimaga? Meni qo'yib xotiniga ko'proq yaxshilik qilardi dedi. Qoladi bu xotin siz bilan. Sizni kuzatib, inek etadi orqangizdan. Aytamiz, pulingiz ham o'zingizga qoladi. Ha, bormisan deydigan ham qolmaydi. 12da kelasizmi, 2da kelasizmi, birovda ish olmaydi. Bemalol nima qilishadi, hammasi yotib. "Ya Rasululloh, men noroziman undan" dedi. U o'zini ayolini mendan afzal ko'radi. Meni qo'yib unga yaxshilik qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onasining g'azabi, onasining noroziligi uni shahodat kalimasini aytishdan to'sib qo'ydi dedi. So'ngra payg'ambarimiz: "Ey Bilol, o'tin to'plang" dedi. "Kuydirib yuboramiz" dedi. Chunki o'la olmayapti, kalima talqin qila olmayapti, lekin tuzalib ham ketmaydi. "Kuydirib yuboramiz buni" dedi. Shunda bu yerda turgan ona: "Ya Rasululloh, bolamni ko'z oldimda kuydirib yuborasizmi" dedi. "Bunga qanday qilib sabr qilaman" dedi.
Payg'ambarimiz Alloh uni kechirishini xohlasangiz, undan rozi bo'ling dedi. Vallohi siz norozi ekansiz, uni o'qigan namozi, sadaqasidan unga foyda yo'q dedi. Ko'zimizni katta ochaylik. Soqol qo'yib pochashimalar yuribmizmi? 5 mahal masjidga boryapmizmi? 30 pora Qur'on yodladikmi? Agar ota-onamizni norozi qilib qo'ygan bo'lsak, payg'ambarimiz nima deyapti? O'qigan namozi yu qilgan sadaqasini foydasi tegmaydi unga deyapti. Din nima? Din xulq. Din nima? Din muomala. Uyda turibdi, qaqa ketadi otangni. Tabini xira qiladi, qanaqa qiladi? Rozi bo'ling, bo'lmasam bolangiz foydalana olmaydi bu amallaridan dedi. Shunda ona qo'lini ko'tarib, Allohni, sizni va shu yerda turganlarni guvoh qilib aytaman, men undan roziman dedi. Oq farzandiga musibat yetganda, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand mana shu bir mashaqqatga kirganda, ona hamma narsani unutib yuboryapti. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Faqat farzandlar buni bilmaydi, o'lgandan keyin qadriga yetadi faqat. Shunda payg'ambarimiz Bilolga borib bilib kelingchi dedi. Rasulullohdan uyalganidan aytdimikin qalbida yo'q narsani bilib kelingchi dedi. Bilol Alqamaning eshigining oldiga borganda, ichkaridagi Alqama la ilaha illalloh degan kalimani aytdi. Bilol eshitdi, vafot etdi u. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib xabarni berdi. Alqama vafot etdi. Yuvishdi, kafanlashdi, payg'ambarimiz janozasini o'qidi. So'ngra uni qabrini bir chetida turib aytdiki: "Ey muhojir va ansorlar, kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bas bunday kishining tavbasi ham, sadaqasi ham qabul bo'lmaydi dedi Rasululloh. Bu hadisni Imom Tabaroniy va Ahmadlar ham boshqa lafz bilan rivoyat qilishgan. Shuncha xayrli ish bo'lsa ham Alqamaga foydasi yo'q, modomiki onasi norozi bo'ladigan bo'lsa. Yigitlar bir fikr qilib qo'yaylik. Bir fikr qilib qo'yaylik. Ota-onaga oq bo'lishni ko'rinishlari. Oq bo'lish degani nima degani? Bizda seni oq qildim desa, "Ini oq bo'ladi" degan noto'g'ri tushuncha bor. Unaqa demasa ham oq bo'laveradi farzand, faqat bilmaydi uni. Faraz qiling, bir yigit tug'ilib ulg'aydi, o'qidi, bir mansabga erishdi, bir katta bir idorani rahbari bo'ldi. Odamlar uni xonasiga kirishlikka qabulda navbat kutib turishadi. U kishiga hojat tushgan bir to'p kishilar aytishdi, "Bu rahbar odamning otasi bizning o'rtog'imiz edi. Otasi bilan birga borsak, ishimizni osonroq bitkazib beradi" deyishdi. Otasiga kelib aytishdi. Otasi mayli boramiz birga dedi. Bordi, otasi kelganini aytishdi, kutib tursin dedi. Ota hamma qatori kutdi. Navbat kelganda boyagi do'stlari bilan kirdi. Kirganda boyagi mansabdor farzand falonchi deb otasini aytdi. "Nima hojatingiz bor bizda?" dedi. Mana shu ham otaga oq bo'lishlikni ko'rinishi. Xizmat bor, keling. Bu otangiz u sizni. Otasini boshqalarga tanitishlikni, shu meni otam deb bildirishlikni xohlamayotganligi ham farzandda oq bo'lishligi deydi ulamolar. Otasi kambag'aldir, otasi ko'rimsizroqdir, kiyimi xiraroqdir. Otam shu odam meni deb turib qo'lidan o'pib, odamlarga faxr bilan ayta olmayapsizmi? Shu ham oq bo'lishida ko'rinishi deyiladi. Endi chiqib so'rashdi. Bolangiz qayerda o'qigan dedi? Falon mamlakatda deb g'arbda aytdi. Shuning uchun bolalaringlarni ta'lim olishiga kimga berayotganligiga ham qarab qo'yinglar. G'ayridinlarga dunyoviy ilmlarda o'qishga berib bo'lmaydi demaymiz, lekin shularni suvini ichib, shularni qalbiga tushib qolishdan hushyor bo'ling. Shuning uchun aytamiz, farzandmisan, har qancha manzilating, martabang, mansabing katta bo'lmasin, har qancha hurmat e'tiboring osmon bo'lmasin, otangni izzat ikrom qilishing odamlarning oldida mana shu manzilatingni ko'tarsa ko'taradiki, tushirmaydi. To'g'rimi?
O'g'il bolalar, faxrlaninglar falonchini bolasi bo'lganinglarga. Haligi bordi shunaqalar ham. Kurutoy mashinani minib olgan bo'ladi, otasi peshkom ketayotgan bo'lsa o'tib ketaveradi, yo bo'lmasa qandaydir sovuq muomala qiladi otasiga. Seni vujudingning sababi edi shu. Vaqti yo'q dadasini biriga olib borib qo'ygani. So'ranadi, bolam vaqting bormi? Mana tashab qo'ymaysan, oxiring. Bu bechora otani. Buyurish kerakmi o'zi? 8 ga kel. Qo'yib qo'y mashinani deyish kerakmi? Deyolmaydi-da, bolasi da yaxshi ko'radi. Chunki bolasi shunday yursa, ota faxrlanadi bundan. Ana meni bolam deydi. Demak, otasini boshqalarda oldida o'zini otasi ekanligini tanitishlikni xohlamaslik ham oq bo'lishda ko'rinishlardan bittasi ekan. Faqir bo'lgan ota-onani nafaqasidan xabar olmagan farzand ham oq bo'lishlikka yaqin bo'lgan farzand. Ota-onani holi xarob bo'lib turganda bekami ko'z, hamma yo'g'i shu kalbasadan tortib sirgacha yeyotgan bo'lsangiz, mana shu ham oq bo'lishi deb ko'rinishi deydi ulamolar. Tushunarlimi? Otangni tahoratga suvga imkoniyati yo'q, sen uyingga jakuzi qilib yotibsan. Hamma o'zini turmushini zo'r qilishlikni o'ylaydi. Otanikini hech kim o'ylamaydi. Otamiz deydi, qishda deydi, tahoratga chiqib ketayotgan ekan, oyog'i tinib olib ketib deydi, mana bo'lib qopti deydi. Sizni tualetingiz, dushingiz qayerda edi, yigit? Spalningiz orqasida edi. Masalan, o'zingiz uchun qilgan qulaylikni otangiz uyida ham bor deb ayta olasizmi? Aho, gap ko'p yigitlar. Biz zo'r farzandmiz biz. Biz 5 namoz o'qiymiz biz. Harom tijoratga qo'limizni urmaymiz biz. Biz masjidga yuramiz biz. Biz zakot beramiz, haj qildik, roza tutamiz issiqda ham. Mayhachi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Eng katta kabira gunohlarning xabarini beraymi? Qalu bala, hadis sahobalar. Al-ishroku billah va uququl walidayn va kana muttakiyan fajalasa faqal ala va qawlu zur va amal bihi. Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lishlik, payg'ambarimiz yonboshlab turgandilar, shunday to'g'ri o'tlanib olib turib, yolg'on so'z, yolg'on qasam va mana shu narsaga amal qilishlik dedi. Allohga shirk keltirishidan keyin nima zikr qilindi? Ota-onaga oq bo'lishlik zikr qilindi. Bu gunoh faqatgina kabira emas, kabiralarning ham eng kattasi. Payg'ambarimiz aytdilar, yana kabiralardan qaysi ish? Kishi o'zining ota-onasini so'kishi dedilar. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini ham so'kadimi? Payg'ambarimiz, ha, u birovni otasini so'kadi, u ham bunisi otasini so'kadi. Bu balonchini onasini so'kadi, bu ham buni onasini so'kadi. Mana shu o'zini ota-onasini so'kishlik dedi. Har qanday gunohni jazosini Alloh taolo oxiratga olib qo'yishi mumkin. Ammo ota-onasiga oq bo'lganligidan Alloh taolo shu dunyoda ham beradi, oxiratda ham beradi. Shuning uchun ota-onasiga oq bo'lishidan farzand juda ehtiyot bo'lishligi kerak. Va mana shu narsani otalar farzandlariga o'rgatish kerak. Yana ota-onasiga oq bo'lgan odamlardan uzoqroq bo'lish kerak. Chunki bunga kelgan kasofat senga ham tegadi. Bunga kelgan balo senga ham tegadi. Kim bilan birga bo'lish kerak ekan unda? Ota-onasini rozi qilgan, ota-onasini duosini olganlar bilan birga bo'lingki, unga yoqqan barakot sizga ham tegib qolsin. Ijtimoiy tarbiya, haqlar. Yuqoridagi keltirilgan oyatlar, hadislar, qissalarga asoslanib aytishimiz mumkinki, ota-onani haqqini ado qilish barcha fazilatlarning asosi hisoblanadi. Bu har bitta farzand ustidagi eng muhim bo'lgan haqlardan. Endi ota-onani haqqini ado qilgan odam boshqalarning ham haqqini ado qila oladi. Darsimizning xulosasi, ota-onaga yaxshilik qilish deganda nimani tushunishimiz kerak? Ularga rahim shafqatli bo'lish, ularni ulug'lash, qarindoshlaridan xabar olish, oldiga tushib olib yurmaslik, biror joyga borsak ulardan avval o'tirib olmaslik, ularning xizmatida qoyim bo'lish, ularni xursand qiladigan har bir ishga
harakat qilishlik. Agar ota farzandiga bu haqlarni ta'lim bersa, o'zi ham o'zini otasini haqqini ado qilgan bo'lsa, farzandi ham albatta uni haqqini ado qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilib, hayotimizda tatbiq qilishiga muvaffaq qilgan bo'lsin va ota-onalarimizni rozi qilib, ikki dunyomizni obod qilgan farzandlardan bo'lishimizni hammamizga muvaffaqiyatini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.